kokosda shirin qalampir umuman sabzavot ishtirayotganda bu matni ichidagi esisi hosildorlikka juda ham katta ta'sir qiladigan narsa. Bu nimani hisobiga ko'tariladi? Bu biz 1 litr suv berdik. 1 litr, misol uchun esini 2,5 qilib berdik. Tagidan 30% suv chiqdi, ya'ni 300 gram suv chiqib ketdi. Xo'p, 700 gram o'simlik ichib yubordi. Ichdi hisoblaydigan bo'lsa, endi o'pishib qo'shganda 1 litr bo'ladi. Xo'p, nimani hisobiga esi ko'tariladi bu yerda? Biz bergan oziqalar tarkibida o'simlik o'ziga kerak moddalarni qabul qilib oladi. Yana o'simlik ildizni tanlab olish xususiyatiga ega. Shuni hisobiga ichidan magniy ko'p keladigan bo'lsa, yoki kalsiy ko'p keladigan bo'lsa, ko'pini oladi, qolganini demak matni o'zida qoldiradi. Shuni hisobiga o'simlikda matida esini ko'tarilishi yuzaga keladi. Buni chorasi qanday yoki qanday tushiramiz deydigan bo'ladi, savol bo'ladigan bo'lsa, buni shirin qalampirda ko'proq toza suv bilan yuvib tushiriladi. Ya'ni esisi nechi bo'lishidan qat'iy nazar bizda misol uchun 0,8 bo'lsa, o'sha 0,8 suv bilan yuviladi. Bitta matga 20 litr suv beradigan bo'lsa, eng ideal holatga yuviladi. 10 litr bo'ladigan bo'lsa, 2 marta yuviladi. 5 litr bo'ladigan bo'lsa, 4 marta yuviladi. Ya'ni yuvish oralig'i kamida 3-4 kun bo'lishi kerak. Ya'ni 3-4 kun dori ichish kerak, 3-4 kun, yana 1 kun toza suv beriladi, yana 3-4 kun dori berilishi kerak kamida.